yozda olib keluvdim. Ayol kishi farzand bo'lmayapti, olib keluvdi. Farzandi bo'ldi. Maşallah. Xudo xohlasa sizga dedi tun sarpo qilib, men sarpo qilmaysiz o'sha kishiga sarpo qiladi. Mana shunaqa rezultatlarni olib chiqish kerak, ommaga ko'rsatib. Dunyoga keltirasizmi? Kelib olib keldi. Akam bolalari bilan keldilar. 4 kishi bir hafta qatnadi. 4 kishi. Ikkita yosh bola, bitta diyor bilan qizi. Assalamualaikum, hoş bulduk. Keling. Mümkün mü? Mumkin da. Assalomu Keling. Hani yaşımsız, sağlığı yaşımsız, salomatlik. Ha, benim şunu kursanmı? Sizni ko'rib men xursandman. Hamma gap sizda. Biz sababchi. Siz sababchi. Mayli. Mana o'zingiz guvoh bo'ldingiz, qancha odam, erkak va ayol, yoshi, qari kelib ketyapti. Siz ham kimdandir eshitib kelgansizda. Ben şimdi bu adamla köpeş gelermez. Bu da olmazsa. O'zizda o'chin deydi. Qochib qoldi öyle. To'rdan deydi, pitib keladi. Bundan kunga o'zgarish bordi. Ha, bor. Ancha deyapti, da qilaman. Rahmat, qo'lingiz dard bo'lmasin, hoji bo'lsin, darddan qutulib. Payshanbadan ikkinchi kursni boshlaymiz. Bo'ldi, hayshanba kuni kam pavojada ishida. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa sog' salomat beraylik. Ikkinchi Mayli, hoji bo'ljon. Qo'lingiz dard bo'lmasin, sog' bo'ling, salomat bo'ling. yaxshi bo'ling. Xudo tomonlarga ham o'tay. Mayli. Bu haftaniki endi Xudo xolasa. Mayli, yaxshi bo'ling. Mayli. Alhamdulillah, Xudoga ming qatla shukr. Mana bugun ham muolajalarni o'tkazib oldik. Bemorlarimiz alhamdulillah juda xursand, kayfiyatlari a'lo. Buni ko'rib bundan-da meni kayfiyatim a'lo. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Jumla bemorlarning dardiga Allohim o'zi shifo bersin.